O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi 2 dekabr kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 daraja iliq, 1 daraja sovuq atrofida. Kunduzi 12-14 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq atrofida. Kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq atrofida. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq atrofida. Kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida. Kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja